Всем здравствуйте! Sizlar bilan Rus tili onlayn maktabi va o'qituvchi Nadiya. Bugungi darsda siz kitobda hech qachon topa olmaydigan so'zlarni o'rganamiz. Lekin aynan shu so'zlarni ruslar har kun ishlatib borishadi. Boshladik. Bu so'z va iboralarni sizlar uchun bir nechta qismga bo'lib chiqdim va biz har bir qismni navbatma-navbat o'rganamiz. Va birinchi qism bu hayratda bo'lganingizda ishlatiladigan so'zlar. Oh my god! O'zbek tilida yo'g'i, rostdanmi, ishonish qiyin degan so'zlarni rus tili versiyasini ko'rib chiqamiz. Va birinchi situatsiyani siz tasavvur qilib ko'ring. Sizning do'stingiz $1 million yutib oldi. Siz o'zbek tilida nima deysiz? Yo'g'i deyishingiz mumkin. Rus tilida esa nifiga себе. Нифига себе! Yoki da ну нафиг, da ладно тебе degan so'zlarni ishlatishingiz kerak. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Demak, bu uchala so'z hayratga tushganingizda ishlatsangiz bo'ladi. Yana bir ikkita qo'shimcha so'z bor. Bu офигеть Вау! Офигеть! yoki обалдеть yoki nичего себе. Mana shu so'zlarni ham siz yo'g'i deganingizda ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi bo'limda biz bilmayman, qattan bilay, mutlaqo xabarim yo'q degan narsani rus tilida o'rganamiz. Misol uchun, где он сейчас? U qani? Да фиг знает. Qattan bilay. Tushunarliga? Фиг знает. Qattan bilay. Yoki почему он не пришел? U nimaga kelmadi? Откуда мне знать? Men qayerdan bilardim? Tushunarliga? Откуда мне знать? Oxirgisi да кто его знает? Kim bilsin? Да кто его знает? Kim bilsin? Откуда он взял деньги на новую машину? Yangi mashinaga qayerdan pul oldi? Да кто его знает? Kim bilsin? Uchinchi bo'limimiz bu befarqlik. Farqi yo'q deyishni rus tilida o'rganamiz. Birinchisi va eng osoni какая разница? Nima farqi bor? Какая разница? Yoki без разницы. Farqi yo'q. Например, мы поедем на автобусе или на метро. Avtobusda boramizmi yoki metrodami? Да без разницы. Да какая разница? Degan farqi yo'q. To'rtinchi blogimizda so'zlarni asabiylashganimizda ishlatamiz. Jahlimiz chiqqanda. Yo-mayo. Kimdir yangi olingan telefoningizni qo'lidan tushirib olsa, yo-mayo, ты что сделал? desangiz bo'ladi. Yoki черт возьми, что ты сделал? Tasavvur qiling, siz bir hafta kutgan serialni tomosha qilmoqchisiz. Lekin birdanidan svet o'chib qoldi. Shu holatda siz "Ну что за фигня" degan so'zni ishlatsangiz bo'ladi. Yoki "Да блин" desangiz ham bo'ladi. Demak, bu so'zlarni asabiylashganimizda ishlatamiz. Keyingi blogimiz bu quvonch iboralari. Juda ham xursand bo'lganingizda qaysi so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi? Bu здорово, zo'r degani. Я поступил в университет, men universitetga kirdim. Вау, здорово, zo'r. Я очень рад, juda ham xursandman. Классно, zo'r-ku, классно. Yoki ура, super, я очень рада за тебя. Juda ham xursandman. Keyingi blogimiz bu qaysidir odam shunaqangi asabingizga tegdiki, siz uni haydashingiz kerak. Bor, yo'qol deysiz-ku. Rus tilida qanday bo'ladi? Birinchisi отстань. Tinch qo'y meni. Пошел отсюда. Surbotda. Va oxirgisi eng zo'ri va oxirgi eng zo'r so'zi, buni ruslar har safar ishlatishadi. Bu иди нафиг. Surbotda. Bu slang rus tili hisoblanadi. Ko'cha iboralari. Bu so'zlarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi har kungi hayotingizda. Bizning kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va albatta like va komment kutib qolamiz.